Hayot shunday g'alati narsaki, prokuror. Bir kemaning oshxonasida o'lishni kutgan qisqichbaqalar uchun ham Titanikni cho'kishi bir mo'jiza edi, masalan. Lekin cho'kdi. Kimningdir falokati boshqa birovning mo'jizasi bo'lishi mumkin. Tushunmaysan? Hayot shunday g'alati narsaki, prokuror. Bir kemaning oshxonasida o'lishni kutgan qisqichbaqalar uchun ham Titanikni cho'kishi bir mo'jiza edi, masalan. Lekin cho'kdi. Kimningdir falokati boshqa birovning mo'jizasi bo'lishi mumkin. Tushunmaysan? Hayot shunday g'alati narsaki, prokuror. Bir kemaning oshxonasida o'lishni kutgan qisqichbaqalar uchun ham Titanikni cho'kishi bir mo'jiza edi, masalan. Lekin cho'kdi. Kimningdir falokati boshqa birovning